Tokarlik tasdiqlari magnitli patronlar ularga qo'yiladigan talablar va turlari tuzilishi. Magnitli patronlarning turlari va ularning asosiy tuzilishi. Tokarlik tasdiqlari uchun magnitli patronlarning texnik talablar va standartlari. Magnitli patronlarning ishlab chiqarish va qo'llanishdagi muhim jihatlar. Magnitli patronlarning turlari mexanik va elektromagnet asoslar. Mexanik asoslar magnitli patronlarning mexanik turlari va keng tarqalgan bo'lib, ular jismoniy kuch va mexanik qismlar yordamida bo'ladi. Elektromagnet patronlar elektr toki yordamida magnetik kuchni yaratadi. Bu esa patronlarning kuchliroq va tezroq qismlarni ushlab turishga imkon beradi. Tez ishlash prinsipi. Magnitli patronlar elektromagnet yoki mexanik asosda ishlaydi. Elektromagnet patronlarda o'tkazgichlar orqali elektr toki o'tkazib magnet kuchi hosil bo'ladi. Mexanik patronlar esa statik magnitlar kuchidan foydalanadi. Magnitli patronlarning turlari. Tokarlik tasdiqlari uchun foydalanilgan magnitli patronlar mexanik va elektromagnet asosida bo'ladi. Har biri o'ziga xos ishlash prinsipi qo'llanishga ega. Yuqori sifatli material ishlatish. Magnitli patronlarning texnik talablarga muvofiqligini ta'minlash uchun yuqori sifatli mustahkamlash materialdan foydalanish muhim. Bu patronning uzluksiz va xavfsiz ishlashini ta'minlaydi. Tayyorgarlik jarayoni. Magnitli patronlarning ishlab chiqarish toza va ehtiyotkorlik bilan tayyorlash muhim. Bu patronlarning ishlash sifatini va xavfsizligini ta'minlaydi. Materiallar sifatli tanlanib, ishlab chiqarish standartlariga muvofiq bo'ladi. Magnitli patronlarning ishlab chiqarishda qiyinchiliklar va ularning yengish usullari. Texnik muammolar. Magnitli patronlarning ishlab chiqarishda yuqori sifatli magnitli materiallarni tanlashda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bu esa xarajatlar va ishlab chiqarish muddatlariga ta'sir qiladi.